Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi gaplashadigan mavzumizning nomi moddalar almashinuvi va oksil biosintezi mavzularini tahlil qilib o'tamiz. Salom, videoga like bosishni unutmang va video haqidagi o'z fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Moddalar almashinuvi. Tirik organizmlar tarkibidagi turli-tuman kimyoviy moddalar xilma-xil reaksiyalar natijasida doimiy ravishda o'zgarib turadi. Bu jarayon moddalar almashinuvi yoki metabolizm deb ataladi. Moddalar almashinuvi bir-biriga qarama-qarshi lekin o'zaro bog'langan ikki jarayonni o'z ichiga oladi. Bular assimilyatsiya va dissimilyatsiya jarayonlari hisoblanadi. Moddalar almashinuvi organizmda ikkita qurilish va energetik funksiyalarni bajaradi. Moddalar almashinuvini o'zini ikkita bir-biriga bog'liq bo'lgan jarayonlarga bo'lib o'rganamiz. Ulardan birinchisi assimilyatsiya, ikkinchisi dissimilyatsiya. Assimilyatsiyaning yana anabolizm yoki plastik almashinuvi degan nomlari ham bor. Dissimilyatsiyaning esa katabolizm va energiya almashinuvi kabi nomlari ham mavjud. Assimilyatsiya degani kichik molekulali moddalarning o'zaro yig'ilishi natijasida bitta yirik molekulaning hosil bo'lishi. Bu assimilyatsiya hisoblanadi va assimilyatsiya jarayoni amalga oshishi uchun energiya sarflanadi. Dissimilyatsiya esa aksincha, yirik molekulali moddaning parchalanishi natijasida bir nechta kichik molekulalarning hosil bo'lishi. Dissimilyatsiya jarayoni natijasida esa energiya hosil bo'ladi. Demak, assimilyatsiya bu moddalarning sintezlanishi, dissimilyatsiya esa moddalarning parchalanishi hisoblanadi. Assimilyatsiya jarayoni hisobiga yangi hujayralar, to'qimalar hosil bo'ladi, o'sish va rivojlanish ta'minlanadi va bunda energiya sarflanadi. Dissimilyatsiyada energiya ajraladi, zaxira moddalar parchalanadi va hayot faoliyati ta'minlanadi. Mana bu yerda assimilyatsiya va dissimilyatsiyaga misollar keltirilgan. Assimilyatsiyaga oksil sintezi, o'simliklardagi fotosintez jarayoni, DNK sintezi, yog' sintezi kabilar kiradi. Dissimilyatsiyaga esa hujayradagi nafas olish jarayoni, mushaklardagi glyukoza parchalanishi, yog'larning va oksillarning parchalanishi kabi jarayonlar dissimilyatsiya hisoblanadi. Va mana bu yerda pastda yana qo'shimcha ma'lumot bor. U 9-sinf darsligida yozilgan. Buni ham yodlab qolishingiz kerak, tushib qolish ehtimoli bor. Ya'ni asetat kislotalari parchalanish natijasida murakkab yog' kislotalari paydo bo'ladi. Ular glitserin moddasi bilan reaksiyaga kirishib, yog'larni va moylarni hosil qiladi. Energiya almashinuvi jarayoni ketma-ket keladigan 3 bosqichda amalga oshadi. Birinchi bosqich tayyorgarlik bosqichi deb ataladi. Bu bosqichda murakkab moddalar, ya'ni polimerlarning monomerlargacha parchalanishi kuzatiladi. Masalan, oksillar aminokislotalarga parchalanadi, uglevodlar glyukozaga, yog'lar glitserin va yog' kislotalariga, nuklein kislotalar esa nukleotidlarga parchalanadi. Bu bosqichda juda kam energiya ajraladi va uning barchasi, ya'ni 100% issiqlik energiyasi sifatida tarqalib ketadi. Ikkinchi bosqich to'liqsiz parchalanish bosqichi deb ataladi. Bu bosqichning boshqa nomlari ham mavjud. Ya'ni chala parchalanish, anaerob parchalanish, kislorodsiz, glikoliz, noto'liq, achish, bijg'ish kabi nomlari ham mavjud. Agar sizlarga mana shu nomlardan birortasi beriladigan bo'lsa, bilinglarki, что gap ketyapti energiya almashinuvining ikkinchi bosqichi haqida. Bu bosqich, eslab qolamiz, sitoplazmada amalga oshadi. Glyukozaning parchalanishida fosfat kislota va ADF ishtirok etadi va ATF hosil bo'ladi. Ya'ni, qaranglar, birinchi bosqichda uglevod parchalanishi hisobiga glyukoza hosil bo'lgan edi. Ana endi o'sha glyukoza ikkinchi bosqichga o'tadi. Va ushbu ikkinchi bosqichda glyukoza kislorodsiz sharoitda parchalanadi. Mana bu yerda reaksiyasi keltirilgan. Mana 1 molekula glyukoza boshda turibdi. Mana bu modda glyukoza hisoblanadi. 1 molekula glyukoza anaerob sharoitda, ya'ni kislorodsiz sharoitda parchalanishi natijasida 2 molekula sut kislota hosil bo'ladi.
va undan tashqari 2 molekula ATF va 2 molekula suv hosil bo'ladi. Bu reaksiyani yodlab qolinglar. Energiya almashinuvi bo'yicha masala ishlayotganinglarda juda ham kerak bo'ladi bu ma'lumotlar, aynan shu reaksiya. Va reaksiyaga kirishayotgan moddalar, har bir modda necha mol ekanligi, reaksiya natijasida hosil bo'lgan moddalar va ularning har biri necha mol ekanligini ham eslab qolishinglar shart. Chunki masala ishlayotganda yana qaytaraman, juda muhim ma'lumot hisoblanadi bular. Xo'p, endi qaranglar. Bu bosqichda umumiy 200 kilojoule energiya ajralib chiqadi. Ushbu 200 kilojoule energiyaning 80 kilojouli ATF da to'planadi. Qolgan 120 kilojouli esa issiqlik sifatida ajralib chiqib ketadi. Bu bosqich yana glyukoza parchalanishining birinchi bosqichi ham deb ataladi. Bu ma'lumot ham juda muhim, masalalarda ko'p tushadi. Yodlab qolamiz. Keyingi bosqich bu energiya almashinuvining 3-bosqichi hisoblanadi. Bu bosqich yana kislorodli yoki aerob parchalanish nomlari bilan ham yuritiladi. Bu bosqich fermentlar yordamida tezlashtiriladi va hujayraning mitoxondriyasida amalga oshadi. Eslab qolinglar, yana qaytaraman. Ikkinchi bosqich hujayraning sitoplazmasida amalga oshadi, 3-bosqich esa hujayraning mitoxondriyasida amalga oshadi. Mana bu yerda pastda reaksiyasi keltirilgan. Endi qaranglar, haligi ikkinchi bosqichda hosil bo'lgan sut kislota bevosita o'tadi 3-bosqichga. Mana. Demak, o'sha hosil bo'lgan 2 molekula sut kislota ana endi kislorodli sharoitda, ya'ni aerob sharoitda parchalanishi natijasida 36 ta ATF, 6 ta karbonat angidrid va 42 ta suv hosil bo'ladi. Bu reaksiyani ham yodlab qolishingiz shart. Endi bu 3-bosqichdagi reaksiya natijasida umumiy 2600 kilojoule energiya ajralib chiqadi. Shundan 1440 kilojouli ATF da to'plansa, qolgan 1160 kilojouli issiqlik sifatida ajralib chiqib ketadi. Bu bosqich yana glyukoza parchalanishining 2-bosqichi ham deb ataladi. Demak, energiya almashinuvining 2-bosqichi bu glyukoza parchalanishining 1-bosqichi. Energiya almashinuvining mana bu 3-bosqichi esa glyukoza parchalanishining 2-bosqichi hisoblanar ekan. Anaerob va aerob parchalangan glyukoza molekulasining umumiy tenglamasi quyidagicha, ya'ni bu to'liq parchalanish reaksiyasi deb ataladi. Ana endi mana bu raqamlar juda muhim raqamlar, bularni eslab qolishingiz kerak. Ya'ni to'liq parchalanganda umumiy ajralib chiqadigan energiya 2800 kilojoule, umumiy ATF ning moli 38 mol, umumiy ATF energiyasi 1520 kilojoule, umumiy issiqlik energiyasi 1280 kilojoule va umumiy hosil bo'ladigan suvning moli 44 mol hisoblanadi. Xo'p, endi savol, mana bu 2800 kilojoule bu qayerdan keldi? Ikkinchi bosqichdagi umumiy hosil bo'lgan energiya 200 kilojoule edi. 3-bosqichda esa 2600 kilojoule, ikkalasining yig'indisi 2800 kilojoule hisoblanadi. Ya'ni, qaranglar, to'liq parchalanish bu nima degani? To'liq parchalanish degani bu 2 va 3-bosqichning yig'indisi degani. Agar reaksiyada ham 2-bosqich, ham 3-bosqich amalga oshadigan bo'lsa, demak u to'liq parchalangan hisoblanadi. Ana endi nima uchun ATF 38 mol deyilyapti to'liq parchalanishda? Chunki dastlabki 2-bosqichda 2 mol ATF edi, 3-bosqichda esa 36 mol ATF edi. Ikkalasining yig'indisi 38 bo'ldi. Ana endi ATF energiyasi 2-bosqichda 80 kilojoule edi, 3-bosqichda 1440 kilojoule edi. Ikkalasi birga 1520 bo'ldi. Va issiqlik energiyasi 2-bosqichda 120 kilojoule edi va 3-bosqichda 1160 kilojoule. Yig'indisi 1280 kilojoulga teng bo'lmoqda va suv ham xuddi shunday. Hujayraning oziqlanishi. Barcha tirik organizmlar energiyani olish turiga qarab 2 katta guruhga bo'linadi. Avtotroflar va heterotroflar. Avtotroflar anorganik moddalardan hayot faoliyati uchun zarur bo'lgan organik moddalarni o'zi hosil qiluvchi organizmlardir. Keyingisi heterotroflar. Ular tayyor oziq moddalar bilan
oziqlanuvchi organizmlar. Avtotrof organizmlarga deyarli barcha yashil o'simliklar, suvo'tlari va xemosintezlovchi bakteriyalar kiradi. Temir bakteriyalari, oltingurt bakteriyalari, nitrifikator bakteriyalar va vodorod bakteriyalari kabilar. Avtotrof organizmlar qaysi energiya manbaidan foydalanishiga qarab ikki guruhga bo'linadi: fototrof va hemotroflarga. Fototroflar quyosh energiyasidan, hemotroflar esa kimyoviy reaksiyalar natijasida ajralib chiqqan energiyadan foydalanadi. Heterotrof organizmlarga zamburug'lar va hayvonlar, jumladan odam ham kiradi. Demak, aksariyat bakteriyalar bular heterotroflar hisoblanadi, lekin faqatgina ayrim bakteriyalar, ya'ni xemosintezlovchi bakteriyalargina ular avtotrof organizmlar hisoblanadi. Mana bu sxemada ham tushuntirib o'tilgan, ya'ni qaranglar. Umumiy qilib aytganda, tirik organizmlarning oziqlanishi ikki xil usulga bo'lib o'rganiladi. Birinchisi heterotrof, ikkinchisi avtotrof. Hali bundan oldingi slaydda tushuntirganimdek, heterotroflarga hayvonot dunyosi, zamburug' va aksariyat bakteriyalar kirsa, avtotrof oziqlanuvchi organizmlarni o'zini ikkiga bo'lib o'rganamiz. Ular fototroflar va hemotroflar. Fototroflar organik modda hosil qilish uchun quyosh energiyasidan foydalanadi. Hemotroflar esa organik modda hosil qilish uchun kimyoviy energiyadan foydalanadi. Bu kimyoviy energiyani qayerdan oladi degan savolga, turli xil reaksiyalar natijasida hosil bo'lgan kimyoviy energiya ularning xemosintezlash jarayonini amalga oshishida qatnashadi. Demak, heterotroflar oziq moddasini tashqi muhitdan olsa, avtotroflar esa oziq moddasini o'zi sintezlaydi. Mana bu rasmda fotosintez jarayoni tasvirlangan. Mana qaranglar. Asosan yashil o'simliklarda amalga oshadi fotosintez jarayoni, chunki ularda xlorofil pigmenti borligi sababli. Xo'p, demak, quyosh nuri ta'sirida, albatta quyosh nuri bo'lishi shart fotosintez jarayoni amalga oshishi uchun. Quyosh nuri o'simlik xlorofillari tomonidan yutiladi. Karbonat angidrid havodagi bargdagi og'izchalar orqali kiradi. Suv ildizlar orqali tuproqdan so'riladi va mana shu moddalar orqali o'simlikda fotosintez jarayoni amalga oshadi. Va natijada havoga erkin kislorod gazi ajralib chiqadi va eng muhimi, eng asosiysi organik modda hosil bo'ladi, masalan glyukoza. Mana bu jarayon fotosintez jarayoni deb ataladi. Demak, umumiy qilib aytsak, fotosintez jarayoni uchun nimalar kerak? Birinchi navbatda quyosh nuri kerak, karbonat angidrid kerak va suv kerak bo'ladi. Va bu jarayon o'simliklarning xloroplastlarida amalga oshadi. Xlorofil pigmenti ishtirokida. Fotosintez yashil o'simliklarning xloroplastlarida amalga oshadigan jarayon bo'lib, ikkita bosqichga bo'lib o'rganiladi. Demak, birinchisi yorug'lik bosqichi, ikkinchisi qorong'ulik bosqichi. Yorug'lik bosqichi xloroplastlarning tillokoidlarida amalga oshadi. Qorong'ulik bosqichi esa xloroplastlarning stroma qismida amalga oshadi. Mana bu reaksiyalarni albatta daftaringizga yozib olinglar, chunki fotosintez bo'yicha, energiya almashinuvi bo'yicha, ATF bo'yicha masala ishlayotgan paytingizda bu reaksiyalar juda ham muhim reaksiyalar hisoblanadi. Shu reaksiyalar orqali masalaning javobini chiqarishingiz kerak bo'ladi. Demak, qaranglar, fotosintez jarayonining birinchi bosqichi bu yorug'lik bosqichi ekan. Yorug'lik bosqichining o'zida 3 ta reaksiya amalga oshadi. Ulardan birinchisi suvning fotolizi. Mana reaksiyasi ko'rsatilgan. Ikkinchisi NADFH deb nomlanuvchi organik birikmaning hosil bo'lishi, uning ham reaksiyasi bor. Va uchinchi reaksiya bu fosforlanish reaksiyasi. Bu yerda 18 ta ADF ga 18 ta fosfat kislota qo'shiladi va natijada 18 ta ATF hosil bo'ladi. Ana endi mana shu reaksiyalar quyosh nuri ta'sirida amalga oshadigan reaksiyalar hisoblanadi. Quyosh chiqqan payti, quyosh nuri o'simlikka tushib turgan payti ushbu 3 ta reaksiya amalga oshadi. Ana endi mana shu 3 ta reaksiya natijasida hosil bo'lgan moddalar ana endi o'tadi qorong'ulik bosqichiga. Nimaga qorong'ulik bosqichi deyilyapti bu? Chunki qorong'ulik bosqichi amalga oshishi uchun quyosh nuri shart emas.
Ya'ni o'sha quyosh nuri ta'sirida hosil bo'lgan mana bu reaksiyalardan hosil bo'lgan moddalar ana endi o'tadi qorong'ulik bosqichida. Ana endi qaranglar. Ikkinchi reaksiyada hosil bo'lgan 24 ta NADFH va uchinchi reaksiyada hosil bo'lgan 18 ta ATF ana endi pastdagi reaksiyada qatnashadi. Va plus 6 ta karbonat angidrid ham kerak bo'ladi bu reaksiya uchun va natijada hosil bo'lyapti glyukoza, 24 ta NADF, 18 ta ADF va 18 ta fosfat kislota. Va reaksiya so'ngida 6 molekula suv hosil bo'ladi. Yana qaytaraman, bu reaksiyani yozib olinglar va yodlab qolishingiz shart. Sertifikatda, DTMda bu reaksiyani sizlarga berib qo'ymaydi. Buni o'zinglar yoddan bilgan bo'lishingiz kerak. Bu yerda eng asosiy muhim joyi 18 ta ATF dan bitta glyukoza hosil bo'lishi haqidagi ma'lumotni ayniqsa yaxshilab yodlab qolinglar. Ko'p masalalar mana shu ma'lumotga asosan tushadi. Mana bu ma'lumotlar ham bor. O'sha 9-sinfni fotosintez mavzusini oxirida bu ma'lumot bo'yicha ham so'nggi sertifikat imtihonlarida masala va savollar tushgan. Bularni ham yodlab qolishingiz shart. Ya'ni o'simliklarning yashil barglari ularga tushadigan quyosh energiyasining 1% ni fotosintez uchun sarflaydi. Fotosintezning mahsuldorligi barglarning 1 metr kvadrat maydoniga soatiga taxminan 1 gram organik moddani tashkil etadi. 1 metr kvadrat barg yozda bir kecha kunduzda taxminan 15-16 gram organik moddani hosil qiladi. Keyingi jarayon bu xemosintez jarayoni. Ayrim bakteriyalar ham organik moddalarni hosil qilish xususiyatiga ega bo'lib, ular yorug'lik energiyasidan emas, balki anorganik moddalarning kimyoviy reaksiyalari tufayli hosil bo'lgan energiyadan foydalanadi. Ushbu bakteriyalar xemosintezlovchi bakteriyalar deb ataladi va ushbu bakteriyalar avtotrof bakteriyalar hisoblanadi. Ular anorganik moddalarning oksidlanishidan hosil bo'lgan energiyani organik moddalarni sintezlashga sarf qiladi. Mana bu sxemadan tushunib olsanglar bo'ladi. Mana qaranglar, xemosintezlovchi bakteriyalar kimyoviy energiyadan foydalangan holda organik moddalarni hosil qiladi. Bo'ldi. Mana shu tushuncha bu xemosintez hisoblanadi. Xemosintezlovchi bakteriyalarga misollar mana temir bakteriyalari, trifikator bakteriyalar. Bu reaksiya nimani ifodalayapti? Aynan mana shu reaksiya amalga oshadi, sodir bo'ladi va mana shu reaksiyalar natijasida energiya hosil bo'ladi va aynan mana shu energiyadan foydalanib bakteriyalar xemosintez jarayonini amalga oshiradi. Undan keyingi slaydda mana oltingurt bakteriyalari va vodorod bakteriyalari. Mana shu 4 xil bakteriyalar, bular avtotrof bakteriyalar hisoblanadi. Bulardan tashqari barchasi heterotroflardir. Eslab qolinglar. Plastik almashinuv haqida gaplashamiz. Biologik sintez reaksiyalarining to'plami plastik almashinuv deb ataladi. Ana endi plastik almashinuvi jarayonini tushunib olishimiz uchun bir nechta jarayonlarni o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, ulardan birinchisi hujayrada DNK sintezi yoki ikkinchi nomi reduplikatsiya ham deyiladi. Bu bitta DNK dan ikkita DNK ning hosil bo'lishi yoki DNK ning 2 hissa ortishi ham deyiladi. Xo'p, DNK molekulasi 2 zanjirdan tuzilgan qo'sh spiral bo'lgani uchun uning sintezi shu qo'sh spiralni yaratishdan iborat. Bu zanjirlar bir-biriga to'la komplementar, ya'ni biri ikkinchisini to'ldirib turadi. DNK molekulasining sintezi uning boshlang'ich qo'sh zanjirining ikkita alohida zanjirlarga ajralishiga va ular har birining strukturasiga mos ikkinchi zanjir yaratilishiga asoslangan. DNK zanjirlarini bir-biridan ajratuvchi alohida ferment mavjud bo'lib, bu ferment DNK molekulasida asta silji birin-ketin nukleotidlar orasidagi kuchsiz vodorod bog'larini uzadi va bu fermentning nomi helikaza fermenti hisoblanadi. Boshqa ferment esa har bir alohida zanjir bo'ylab harakatlanishi davomida eski zanjir nukleotidlarga komplementar bo'lgan yangi zanjir nukleotidlarini ulaydi. Mana bu rasmda mana DNK sintezi, ya'ni DNK ning reduplikatsiya jarayoni tasvirlangan. O'rganib chiqamiz hozirlar bilan. Demak, qaranglar. Bitta yaxli DNK bor edi. Ana endi o'sha DNK 2 hissa ortishdan oldin dastlab uning zanjirlari uziladi mana. Bitta zanjiri va ikkinchi zanjirga uzilyapti. Va ana o'sha ikkita zanjirni
uzadigan fermentning nomi xilikaza fermenti hisoblanadi. Mana shu ferment bu xilikaza fermenti. Demak, ikkita zanjir orasida biz bilamizki vodorod bog'lar bo'ladi. Mana bu har xil rangli mana bu chiziqlar bular vodorod bog'lari hisoblanadi. Demak, xilikaza fermentining asosiy vazifasi DNKdagi vodorod bog'larini uzganligi hisobiga DNK zanjirlarini ikkiga ajratadi. Xo'p, savol, nimaga DNK zanjiri ikkiga ajralyapti? Чтобы uning to'g'risida ikkinchi yangi zanjir sintezlanishi uchun. Mana bu yuqoridagisi bu eski haligi bo'lingan zanjir, uning pastdagisi esa yangi hosil bo'layotgan zanjir hisoblanadi. Xo'p. Endi mana shu yerda yana bitta ma'lumot, yangi 10-sinf darsligida mana shu ma'lumot ham keltirilgan va bu savollarda ham tushyapti. Qaranglar. Mana bu xilikaza fermenti uzgan eski zanjir bor edi-yu, ana o'sha zanjir, eslab qolinglar, yetakchi zanjir deb ataladi. Unga hosil bo'layotgan yangi zanjir esa kechikuvchi zanjir deb ataladi. Xo'p, endi keyingi ma'lumotimiz bitta zanjirga komplementar tarzda ikkinchi zanjirni sintezlanishida ishtirok etadigan asosiy ferment bu DNK polimeraza fermenti hisoblanadi. Demak, DNK polimeraza fermentining asosiy vazifasi bitta zanjirga ikkinchi zanjirni ulash, ya'ni aynan vodorod bog'larini ulash. Demak, xulosa, vodorod bog'larini kesadigan ferment bu xilikaza fermenti. Vodorod bog'larini ulaydigan ferment bu DNK polimeraza fermenti. Yoki DNKni ikkita bo'lakka ajratadigan ferment bu xilikaza fermenti. Bitta DNK zanjiriga ikkinchi DNK zanjirini ulovchi ferment esa bu DNK polimeraza fermenti hisoblanar ekan. Ana endi RNK sintezi, ikkinchi nomi transkripsiya deb ataladi. Xo'p, mana bu yerda uje oksil biosintezi boshlanyapti. Demak, oksil biosintezi jarayonini o'zini ikkita bosqichga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi transkripsiya, ikkinchisi translyatsiya. Demak, dastlab transkripsiya yadroda amalga oshadi. DNKdagi axborotni informatsion, ya'ni iRNK ga ko'chirib o'tkazilishi hisoblanadi. Bunda RNK polimeraza fermentidan foydalaniladi. Demak, umumiy qilib aytganda, transkripsiya bu nima? Transkripsiya bu DNKning bitta zanjiriga komplementar tarzda RNKning sintezlanishi va aynan informatsion RNKning sintezlanishi. Mana qaranglar, mana bu narsa bu DNK, mana umumiy DNK turibdi, chunki ikki zanjirli. Transkripsiya jarayoni boshlanishidan avval ana o'sha zanjirlar ozgina vaqtga bir-biridan ajralib turadi va bitta zanjirdan, misol mana bu zanjirdan sintezlanyapti, e'tibor beramiz, informatsion RNK. Mana bu siyoh rangda keltirilgani bu bitta zanjirli bo'lib turibdi. Mana bu informatsion RNK hisoblanadi. Va yana bitta ma'lumot shu yerda, DNKning informatsion RNKni sintezlashga javob beradigan zanjirining nomi matritsa zanjiri deb ataladi. Mana, aynan qaranglar, mana bu zanjirdan sintezlanyapti informatsion RNK. Shuning uchun ham aynan shu zanjir matritsali zanjir deb ataladi. Demak, bitta xulosa qilamiz. Transkripsiya degani bu RNK sintezi hisoblanadi. DNKning bitta zanjiridan informatsion RNKning sintezlanishi. Va bu jarayonda ishtirok etuvchi fermentning nomi RNK polimeraza fermenti hisoblanadi. Xo'p. Mana bu slaydda ham xuddi o'sha jarayon keltirilgan. DNKdan RNKning sintezlanishi. Xo'p, genetik kod tushunchasi haqida gaplashamiz. 20 xil aminokislotaning DNK molekulasidagi 4 xil nukleotidlar yordamida ifodalanishi genetik kod deb ataladi. Genetik kod 1962-yili amerikalik biokimiklar Niderberg va Ochaolar tomonidan aniqlangan. Har bir aminokislota 3 ta nukleotidning birikishidan hosil bo'lgan triplet kod yordamida ifodalanadi. Demak, bitta aminokislota ya'ni buning ma'nosi ortiq kod yordamida ifodalanishi mumkin. Kodlarning umumiy soni 64 ta, ya'ni 4 ning 3-darajasi. 4 xil nukleotid, misol 3 tadan bo'lib ifodalanishidan kelib chiqqan mana bu 64 ta kodonlarning soni. Hozir sizga tushuntirib beraman keyingi slaydda.
buning mohiyatini. Shulardan 3tasi, ya'ni genetik kodlardan 3tasi UAA, UAG, UGA. Mana bular oksil sintezining tugallanishini bildiradi va ular terminator kodonlar deb ataladi. Yana boshqa nomlari ham bor, stop kodonlar yoki ma'nosiz kodonlar ham deyilishi mumkin. Undan tashqari start kodon ham bor. AUG. U metionin aminokislotasini kodlaydi. Va yana bir muhim ma'lumot, genetik kod barcha tirik organizmlar uchun universal hisoblanadi. Xo'p, ana endi genetik kod bu nima? Kodon bu nima? Mana bu 3ta nukleotid keltirilgan. Bu nimani anglatadi? Ana o'sha narsani hozir bilan gaplashamiz. Endi qaranglar. Mana bu 64 ta genetik kod 10-sinf darsligida keltirilgan. Endi qaranglar. Mana misol qilaylik, 3 ta U turibdi. UUS, UUA va hokazo. Bularning barchasi oddiy harflar emas, bular nukleotidlar. Misol deylik, 3 ta U bu uratsil. 3 ta uratsil, keyingisi uratsil, sitozin. Keyingisi uratsil, adenin va hokazo. Mana qaranglar, bu yerda hozir adenin, guanin, sitozin va uratsil kabi 4 xil nukleotidlar keltirilgan. Va ana o'sha 4 xil nukleotidlarning 3 tadan bo'lib joylashishi orqali kodonlar hosil bo'ladi. Demak, kodon bu nima? Kodon bu 3 ta nukleotidning yig'indisi, bu bitta kodon deb ataladi. Yoki triplet ham deyilishi mumkin. Kodon yoki triplet. Xo'p. Endi qaranglar. RNKdagi 3 ta nukleotid bu bitta kodonni hosil qiladi. Shunda misol deylik, mana haliga aytganimdek adenin, guanin, sitozin va uratsil kabi 4 xil nukleotidlarni agar biz turli xil kombinatsiyalar qilib 3 ta qilib joylashtirib chiqadigan bo'lsak, o'shalarning soni 64 taga teng bo'ladi. Bundan oldingi slayddagi 4 ning 3-darajasi teng 64 degan ma'lumotning ma'nosi shundan iborat. Ko'ryapsizlarmi? Demak, umumiy 64 ta kodon bor ekan. Ana endi bu kodonlar ma'lum bir aminokislotalarni kodlash uchun javob beradi. Xo'p, misol uchun qaranglar. Fenilalaninni 2 ta kodon kodlashi mumkin. Litsinni 6 ta kodon kodlashi mumkin ekan. Izolitsinni 3 ta kodon, valinni 4 ta kodon va hokazo. Va shu yerda yana bitta narsaga e'tibor berib qo'yinglar. 2 ta aminokislota bor, ularni faqatgina bitta kodon kodlaydi. Ulardan birinchisi bu metionin. Mana AUG bo'ldi. Boshqa hech qaysi kodon metioninni kodlamaydi. Va undan keyingisi triptofan. Uni ham faqat bitta UGG kodonigina kodlay oladi xolos. Va bundan oldingi slayddagi mana 3 ta stop kodonimiz bor mana. Birinchisi, ikkinchisi va uchinchisi. Demak, 3 ta stop kodonlar bo'ladi. Bu stop kodonlar hech qanaqa aminokislotani kodlay olmaydi. Genetik kodning xususiyatlari. Birinchisi, har bir aminokislotani nukleotidlar tripleti kodlaydi. Ya'ni, misol deylik, mana bitta aminokislota sintezlanishi uchun informatsion RNKdagi bitta triplet, ya'ni kodon qatnashadi. 3 ta nukleotidni bitta qilib biz bitta kodon deymiz yoki triplet deyiladi. Xo'p, har bir triplet, ya'ni kodon bitta aminokislotani ifodalaydi. Ya'ni misol mana bitta triplet va bitta aminokislota, bitta triplet va bitta aminokislota va hokazo. Xo'p, ana endi. Demak, mana shu yerda hozir bitta umumiy tushunchani aytib ketaman, qaranglar. Mana bu informatsion RNK. Bu yadroni ichida DNK dan sintezlangan edi. Ya'ni transkripsiya jarayoni natijasida hosil bo'lgan RNK bu. Ana endi o'sha RNK chiqdi yadrodan sitoplazmaga va ana o'sha RNKda bir nechta nukleotidlar joylashgan bo'ladi. Adenin, guanin, sitozin va uratsil kabi nukleotidlar ma'lum bir ketma-ketlikda joylashgan bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Va bundan oldingi slaydlarda aytganimdek, bizda start kodon bor va stop kodon bor. Start kodon degani bu oksil sintezini boshlab beruvchi kodon. Start kodon AUG nukleotidlari mana AUG.
Adenin, uratsil va guanin nukleotidlari, eslab qolinglar, har doim oksil biosintezini boshlab beradi. Va bu kodonni kodlaydigan aminokislota bu metionin aminokislotasi hisoblanadi. Demak, har qanday oksilda har doim dastlab metionin aminokislotasi turadi degani bu. Ya'ni oksil sintezlanishi boshlanadi metionin aminokislotasidan, ya'ni start kodondan. Mana bu demak, yana qaytaraman. Mana bu start kodon hisoblanadi. A, U, G kabi 3 ta nukleotid bu start kodon va mana shu start kodonni kodlaydigan aminokislota bu metionin aminokislotasi hisoblanadi. Va undan tashqari aytib o'tganimizdek stop kodonlar ham bor. 3 xil stop kodon mavjud. Demak, agar ana o'sha stop kodonlardan birortasi kelib qoladigan bo'lsa, mana bu informatsion RNKda o'sha yerda oksil biosintezi tugaydi. Misol deylik, mana bu yerda informatsion RNKning zanjiri davom etib ketgan deylik va u yerda oxirida uratsil, guanin va adenin joylashgan deylik. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni UGA kodoni. Bu stop kodon hisoblanadi. Misol qaranglar, mana bundan oldingisiga e'tibor beringlar-da. Misol mana qaranglar, UUG kabi nukleotidlar, ya'ni bitta kodon hisoblanadi, uni litsin ifodalaydi. Yoki undan oldingisi AGS kodoni serin aminokislotasi kodlaydi. Yoki bundan oldingisi litsin va hokazo. Ko'ryapsizlarmi? Har bitta kodonni o'ziga mos bo'lgan aminokislotasi bor. Lekin 3 ta kodon bor bizda. Ular UAA, UGA va UAG kabilar. Bundan oldingi slaydlarda tushuntirib o'tgan edim. Ana o'shalar stop kodonlar hisoblanadi bizda. Bu nima degani? Misol tariqasida mana UGA. Buni ifodalaydigan hech qanaqa aminokislota yo'q. Bu degani, agar mabodo oksil biosintezi jarayoni davomida biror bir sohada mana shu stop kodonlar kelib qoladigan bo'lsa, o'sha yerda oksil biosintezi tugaydi. Bo'ldi. Mana shu yerda oksil sintezi yakunlanadi. Chunki mana bu 3 ta stop kodonni kodlaydigan aminokislota yo'q. Tushunarli bo'ldi. Demak, mana bu narsa oksil biosintezi hisoblanadi ekan. Xo'p, hozir biz genetik kodning ikkita xususiyatini gaplashdik. Ana endi keyingi xususiyatlarga o'tamiz. Xo'p. 3-qoida. Bitta aminokislotani bir nechta triplet kodlashi mumkin, lekin bir nechta aminokislotani bitta triplet kodlay olmaydi. Mana misol tariqasida tushuntirib ketganman, qaranglar. Mana bitta aminokislotani bir nechta kodon kodlashi mumkin. Misol tariqasida valin aminokislotasini kodlaydigan 4 xil kodon bor, mana bular. Lekin eslab qolinglar, hech qachon bitta kodon bir nechta aminokislotani kodlay olmaydi. Genetik kod barcha tirik organizmlar uchun universal hisoblanadi. Misol, odam uchun ham, bakteriya, o'simlik, hayvon barchasi uchun genetik kod bir xil tarzda ifodalanadi. 5-xususiyati. Genetik kodning 61 tasi ma'noli, ya'ni ma'lum aminokislotalarni ifodalovchi tripletlardir. Lekin 3 tasi esa hech qanaqa aminokislotalarni ifodalamaydi va ular stop kodonlar yoki terminator kodonlar deb ataladi. Mana bu yerda oksil biosintezining umumiy ko'rinishi ifodalangan. Mana dastlab DNKdan RNK sintezlanadi, ya'ni transkripsiya jarayoni amalga oshadi va bu RNKdan oksil sintezlanadi. Bu jarayon esa translyatsiya deb ataladi. Ya'ni umumiy qilib aytganda, oksil biosintezi o'z ichiga ikkita jarayonni oladi: transkripsiya va translyatsiya. Oksil biosintezi transkripsiya va translyatsiya bosqichlaridan iborat ekan. Transkripsiya bosqichi yadroda amalga oshadi. Bunda DNK molekulasining bir zanjiri qismiga komplementar informatsion RNK sintezlanadi. Hosil bo'lgan informatsion RNK sitoplazmaga chiqadi va ribosoma bilan birikib translyatsiya jarayoni boshlanadi. Oksilning birlamchi strukturasi to'g'risidagi informatsion RNKda
Nukleotidlar ketma-ketligi ko'rinishida yozilgan axborotni aminokislotalar ketma-ketligi ko'rinishida namoyon bo'lishiga translyatsiya deyiladi. Ribosomada translyatsiya boradigan qismning kattaligi ikkita tripletga to'g'ri keladi. Ribosoma informatsion RNK bo'ylab surilib borayotgan vaqtda ribosomaning funksional markazida hamisha ikkita triplet bo'ladi. Ribosoma informatsion RNK bo'ylab tripletga o'tib turadi, lekin bir tekis o'tmasdan, balkim to'xtab qadamlab o'tadi. Bitta triplet translyatsiyasini tugatganidan keyin u qo'shni tripletga sakrab o'tadi va biroz to'xtaydi. Agar ribosomada informatsion RNK tripletiga tRNKning tripleti komplementar bo'lsa, aminokislotalar oksil zanjiriga peptid bog'i hosil qilib birikadi. Ribosoma terminator kodonga o'tganida oksil sintezi to'xtaydi. Informatsion RNK ham ribosomalardan ajraladi. Transkripsiya va translyatsiya jarayonida bir oksilga to'g'ri keladigan DNKning kichik bir qismi gen deb ataladi. O'rtacha oksil molekulasini tuzish uchun ko'plab nukleotid zarur bo'lib, u bitta gen hisoblanadi. Mana bu rasmga e'tibor beramiz. Mana shu rasmni o'zidan hozir men sizlarga oksil biosintezini umumiy qilib tushuntirib beraman. Qaranglar. Oksil biosintezi nimadan boshlanadi? Oksil biosintezi transkripsiya jarayonidan boshlanadi. Ya'ni mana bu siyoh rang chizilgan bu yadro hisoblanadi. Bu yer esa hujayraning sitoplazmasi. Demak, dastlab hali aytganimdek transkripsiya jarayoni amalga oshadi. DNKning bitta zanjiridan, ya'ni matritsa zanjiridan informatsion RNK sintezlanadi. Ya'ni DNKdagi axborot informatsion RNKga o'tadi. Ana shu hosil bo'lgan informatsion RNK yadroning poralari orqali sitoplazmaga chiqdi. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana bu uzun turgan pushti rangdagi bu informatsion RNK. Uning o'zining maxsus nukleotidlari joylashgan bo'ladi. Mana bu e'tibor beringlar, mana AUG dan boshlanyapti, ya'ni start kodon hisoblanadi bu. Ana endi nima bo'ladi? Bu informatsion RNK sitoplazmaga chiqqanidan keyin ribosoma bilan birikadi. Mana bu yashil rangdagi tuzilma bu ribosoma hisoblanadi. Va mana shu yerdan endi translyatsiya jarayoni boshlanadi. Xo'p, endi sekin birin-ketin bu yerga tRNKlar kela boshlaydi. Mana bu narsa bu tRNK. Mana bu beda bargiga o'xshash tuzilma bu tRNK hisoblanadi. Endi qaranglar. tRNK ham bu RNK, ya'ni uning ham o'zining nukleotidlari bor. Demak, qaranglar nima bo'lyapti bu yerda. Mana bu yerda informatsion RNK bor edi. U ribosomaga birikib turgan holatda turibdi. Endi ana o'sha informatsion RNKga ketma-ket transport RNKlar, ya'ni tRNKlar kelib birikishni boshlaydi. Xo'p, tRNKning vazifasi nima? tRNKning vazifasi, e'tibor beringlar, o'zi bilan mana bunaqa yumaloq shakldagi tuzilmalarni olib kelyapti. Bu aminokislotalardir. Endi xulosa, tRNK o'z nomi bilan transport RNK, u tashish vazifasini bajarish kerak. Nimani tashir ekan? Aminokislotalarni tashib olib kelar ekan. Oksil biosintezi amalga oshayotgan joyga. Xo'p, endi mana shu yerda yana bitta ma'lumot. tRNKning ikkita qismi bor. Mana bu qismi bu akseptor qismi hisoblanadi. Ya'ni u qismida aminokislota joylashgan bo'ladi. Ikkinchi mana bu qismi esa bu antikodon uchi hisoblanadi. Antikodon qismi hisoblanadi. Xo'p. Endi mana shu yerda yana bitta ma'lumot. Kodon degan tushuncha bor va antikodon degan tushuncha bor. Kodon informatsion RNKdagi 3 ta nukleotid bu kodon deyiladi. Misol mana A, U, G, start kodon. Bu informatsion RNKda bo'ladi. Antikodon esa transport RNKda bo'ladi. Mana bu transport RNKda esa joylashgan 3 ta nukleotid bu antikodon hisoblanadi. Ya'ni mana bu hodisaga e'tibor beringlar. Hozir bu yerda sal xatoroq bo'lgan. Ya'ni 3 ta nukleotidga 2 ta nukleotid to'g'ri kelib qolgan, unaqa bo'lmaydi. 3 ta nukleotidga komplementar tarzda pastidagi 3 ta nukleotid bo'lish kerak o'zi aslida. Xo'p, transport RNKdagi antikodon informatsion RNKdagi kodonga mos kelish kerak bo'ladi. Ana o'shandagina mana bu transport RNK o'zidagi aminokislotasini qoldirib ketadi.
Misol tariqasida qaranglar. Tak. Mana bu yerda deylik, mana. Start kodon bu A, U, G, to'g'rimi? Ana endi dastlab mana shu yerga birinchi TRNK kelgan, mana bu yerda va o'sha TRNKdagi nukleotidlar qanday bo'lgan? Komplementar tarzda bo'lishi kerak. Ya'ni dastlabki mana bu start kodonga kelgan transport RNKdagi nukleotidlarning ketma-ketligi, demak, adeninga komplementar timin bo'lishi kerak edi, lekin biz bilamiz RNKda timin o'rniga uratsil bo'ladi. Demak, uratsil, adenin va sitozin bo'lgan mana bu A, U, G nukleotidlariga kelgan transport RNKdagi nukleotidlar. Xo'p. Demak, informatsion RNKdagi 3 ta nukleotidni biz kodon deymiz, transport RNKdagi 3 ta nukleotidni biz antikodon deymiz ekan. Yana qaytaraman, mana shu transport RNKlar o'zi bilan birga aminokislotalarni tashib olib keladi va informatsion RNKdagi kodon bilan transport RNKdagi antikodon o'zaro bir-biriga komplementar tushishi shart. Komplementar tushsagina, o'shandagina u o'zidagi aminokislotasini qoldirib keta oladi. Va mana bir nechta aminokislotalar, mana qaranglar, bir nechta aminokislotalar o'zaro birikib, ularning orasida обязательно peptid bog' hosil bo'ladi va natijada umumiy oksil molekulasi sintezlanadi. Mana bu narsa oksil biosintezi jarayoni hisoblanadi. Mana bu yerda videosini ham sizlarga joylashtirib qo'yganman. Ana shu videodan ham hozir gaplashamiz. Yaxshilab e'tibor beringlar. Bu hujayra. Ichki qismiga qarab kirib boryapmiz hujayrani. Mana bu yerda hujayra organoidlari va mana markazda yadro. Yadroning poralari orqali ichkariga kiryapmiz va bu yerda biz xromosomani ko'ryapmiz. Ko'ryapsizlarmi? Zichlashgan tuzilmalardan iborat. Va o'sha xromosomani biz kattalashtirib ko'rganimizda nimani ko'ramiz? Gistonli oksil va DNKdan iboratligini ko'ryapmiz. Mana bu DNK. Ana endi mana shu yerda hozir RNK sintezi boshlanadi. Mana bu RNK polimeraza fermenti. DNK ikkiga ajraldi va mana shu yerdan DNKning bitta zanjiridan hozir RNK molekulasi sintezlanadi. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana bu DNK zanjiri, mana bu bitta DNK zanjiriga komplementar tarzda RNK zanjiri sintezlanmoqda. Ko'ryapsizlarmi? Mana timinga adenin, adeninga uratsil, sitozinga guanin va hokazo komplementar tarzda informatsion RNK zanjiri sintezlanish jarayoni. Mana bu jarayon transkripsiya deb ataladi. Mana shu yerda informatsion RNK zanjiri sintezlanyapti, ya'ni transkripsiya jarayoni amalga oshmoqda. Mana RNK sintezlandi. Va bu yerda hozir ahamiyatsiz qismlari bo'ladi. O'sha qismlar hozir bu yerda yo'qolib ketadi. Va faqatgina kerakli ahamiyatli qismigina qoladi. Mana shu hodisa ham hali sertifikat imtihonlarida oxirgi paytda juda ko'p tushyapti. Exon va intron qismlari bo'ladi. Ularni hali keyingi mavzuda tushuntirib beraman. Mana RNK yadroning porasidan chiqdi sitoplazmaga va hozir ribosoma bilan birikadi. Ribosoma bilan birikdi. Mana shu yerdan endi translyatsiya jarayoni boshlanadi. Mana qaranglar, mana bu transport RNK, ko'ryapsizlarmi? Haliga aytganimdek, transport RNKni ikkita qismi bor ekan. Demak, pastdagi qismi bu antikodon qismi, yuqoridagi qismi bu akseptor qismi hisoblanadi. Mana shu yuqoridagi akseptor qismida o'zi bilan birga aminokislotani olib keladi. Shuning uchun ham unga transport RNK deb nom berilgan. Mana bu transport RNK, ya'ni tRNK.
va informatsion RNKga kelib birikadi hozir. Mana, ko'ryapsizlarmi? Komplementar tarzda mos kelish kerak bo'ladi. O'shandagina mana yuqorisidagi aminokislotalarni qoldirib ketadi va bu aminokislotalar bir-biriga ulanib, peptid bog'lar orqali ulanib, oksilning polipeptid zanjirini hosil qiladi. Mana bu jarayon oksil biosintezi hisoblanadi. Oksil sintezlandi va oksil biosintezi yakunlandi shu yerda. Xo'p, bu yerda ham xuddi hozirgi oksil biosintezi jarayoni rasm tariqasida ifodalangan. Shu bilan bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Leksiyamiz foydali va manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Keyingi videolarimizni kutib qolinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.